Yo, hammaga salom. Biz binolar jangini uyushtiramiz. Ben do'stim bilan o'ynayapman. Uning tomog'i og'riyotgani uchun gapira olmaydi. Keyin uning mikrofoni ham o'chib qolgan. Qani, sen birinchi buni tanachi. Xo'sh. Ol ana. O'qichi nima bor ekan? Bu videoning davomi chiqishini istasangiz, like va podpiska tashlab qo'ying. Bizga ham tash obunachilar ko'rsin. Tash tezroq. O'qi. Tashi. Dala tushibdimi? Dalada o'qirar ekanmiz. Mayli. Keyin bular nima qilaman men? Mayli, unda bularni musorga tashlab yuboramiz. Biz dala deb aytdim. Mayli, to'g'ri aytgan ekan. Tashlab yuboramiz uni. Endi zaborni olamiz. Biz yozning oxirigacha 100 ta podpis chiqishimiz bo'lishi kerak. Zaborni olamiz. Keyin qurib chiqamiz. Shu yerdan. Bu joylar qiziq emas, shuning uchun tezlashtirib yuboraman. Mana qurib bo'ldik. Endi yopilib ochiladigan zabor topamiz. Like va podpiska bosib qo'ying. Keyin o'rtog'imning ham kanali bor. O'shanga ham obuna bo'lib qo'ying. U kommentariyada bo'ladi. Bu joylarni ham tezlashtirib yuboramiz. Bu joylari ham uncha qiziq emas. Mana ekadigan joylarni qildik. Endi bitta xatir qolib ketdi. Shu yerda ham qilib olamiz. Xo'sh. Yaxshi chiqyapti. Qilamiz.
tezroq qilish kerak. Ekin ekish kerak hali. Mana endi ekinlarni to'xtang. Endi ekinlarni ekadigan joylarni ham tezlashtirib yuboramiz. Mana qurib bo'lyapmiz. Qurdik. Endi shu fakellar yoqmayapti-da, ko'p bo'lsa olib tashlash kerak. Olamiz. Shu fakelning o'rniga bitta borda sariq o'shani qo'ya qolamiz. Olamiz. Urug'ni o'rniga. Endi buni olib tashlab qo'yamiz. Bu yoqqa ham qo'yamiz. Bu yoqqa ham. Bu yerga ham. Ana tayyor. Uniki ham bitib qolgan bo'lsa kerak, unikini ko'rishga ketamiz. Mana, bu kim edi bu? Zo'r narsa qurdi. Mana, qayerga ketding-a? Bu yoqqa. Avval senikini tomosha qilishimiz kerak. Mana uniki. Bu nima edi bu? Nima bu? Mana bu hattoki uni o'stirib ham chiqibdi oxirgacha. Mana bu fermer bo'lsa kerak, katta fermer, dalasidan katta fermer. Keyin hassasini ham qo'yib qo'yibdi. Mana ko'z yo'q-ku buni, mayli ko'z qo'yib qo'yamiz. Ana chiroyligina bo'ldi. Endi menikini ko'ramiz. Kimniki yaxshi chiqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni ham boshiga qo'yib qo'yamiz. Buni tepasiga, qo'yib bo'lmasga pastiga qo'yamiz buni. Ana chiroyligina bo'ldi. Qolgan qismi keyingi videolarda chiqadi. Bu narsalarni olib tashlaymiz. Hozir uni oldiga tepib qo'yamiz. Borib o'tiramanmi? O'zi chetda ekan-ku, mayli ketib ko'rishga. Yur. Mana meniki katta, keng qilib qo'yganman. Bu qishga g'amlashga yetadi. Bu fakellar qorong'ida, masalan, qorong'ida pishib qolsa, terib chiqish uchun. Mana hozir unga bitta zo'r prank qilamiz. Bomba TNT bilan narsasini buzib yuboramiz. Hozir TNT qayerda edi? Chiqmay qoldi. Hozir tepaga chiqamiz. Tepaga chiqib sekin boramiz. Bu yerda emas. Sekin dinamitni olib turib dinamit qayerdan? Mana oldik. Endi uni sekin boshiga qo'yib uni portlatib boramiz. Bu videoning tagida 100 ta like bo'lsa, keyingi qismi chiqadi. Bo'pti do'stlar.